Selamünaleyküm dostlarım. Мен bugün quyon uchratdim. Ham u meni sizning yonga dars o'tkazishga chaqirdi. Men Go'zal opag'iz bilan ham biz quyon do'st bilan yaproqlar yedik. Yaproqlar bizning buyuk ko'p turli kelib chiqdi. Biz aning bilan sora tusdagi sunda tabirga tirishdik. Shunday qorong'i, qizil tusdagi sunda bo'ldi. Zo'rliqlari da bizni turli kelib chiqdi. Hozir biz sizning bilan yaproqlarning izlarini chiqarib qaraymiz. Olamiz oq bitni. Olamiz pomalani, men titrab suvga soylaymiz qizil sora tusni. Yaproqni bo'yaymiz. Hozir yaproqni tutamiz. İkinci yoqqa boramiz, aylantirib qo'yamiz, ham tegizlaymiz. Tegizladik, akrinab tortib olamiz, ham yaproqning nendek motor iz chiqarganini ko'ramiz. Do'stlar, aydagiz hozir kichkinaroq yaproq bilan yasab qaraylik. Siz meni ortdan quvvatlag'iz. Shunday biz ana keriga aylantiramiz, ikkinchi yog'ini qizil tus soylaymiz, bo'lsa qizil tus bilan bo'yaymiz, yaxshilab. Zo'r yaproq bilan ishlagan zaman biz uni keri yoqqa aylantiramiz. Mana shunday qilib qo'yamiz, ustuna bosamiz barmoqlar yordamida. Ham akringina tortib olamiz. Mana bizning kichkina yaproqda kelib chiqdi. Bizning quyonimizga o'zinagina ko'ngilsiz. Aydagiz biz anga iptash yasaymiz. Biz sizning bilan buning uchun olamiz kurkalar, qarag'iz nendek motor kurkalar bor bizning. Turli kurkalar. Biz ularni birsini soylab olamiz. O'zingizning ko'ngilingizga nendek o'xshay, shuni biz soylab olamiz. Olamiz shulay plastilin. Plastilinning da turli tusini soylarga bo'ladi. Olamiz bizning plastilinni. Plastilinni biz yumshatamiz. Ham kurkaning ustki ulushini qo'yamiz. Mana biz ana shulay qilib, jayib har bir qirlarini tushiramiz. Hozir biz olamiz ikkinchi plastilinni, anan yasaymiz to'garaklarni uch tubiga qo'yamiz hamda aylantiramiz. Bu bizning kirpining ko'zlari bo'lacak. Mana shulay biz uni aylantirib, kirpining ko'zlarini yasaymiz. Mana biz aylantiramiz, ham qo'yamiz. Bolalar o'ylab qarag'izlar, bizning kirpiga narsadir yetmaysiman. Durust, aning inalari yo'q. Bizga inalarni qo'yan olirgan. Do'stlarim, qarag'izlar, qo'yan oldinda indir sovut bor. Narsa ekananda, aydagizlar qarag'izlar. Oshamiz. Hamanda bizning qoboq tishlari bor ekan. Qoboq tishi bo'lmasa, siz qo'lana olasiz, kunbog'ishning tishlarini qo'llanirga bo'ladi. Ham biz ularni kirpiga berkitamiz. U kirpining inalari bo'ladi. Mana shulay biz ularni qo'yib chiqamiz. Mana nechta kelib chiqadi bizning inalari. Ham biz kurkani ozgina bilan sindirib olamiz. Sizning bilan olamiz. Kirpini ko'zini yopishtirib qo'yamiz. Mana ko'z qirg'ini biz ana hozir sizning bilan yopishtiramiz. Kirpini ko'zlari kelib chiqadi. Hozir biz sizning bilan kirpiga uy yasaymiz. Qo'ya yasharmikan bizning kirpi? Aning uchun biz sizning bilan olamiz. Sovut olsangiz da yaray, nenda bo'lsa bir nenda tortmay shay birlarda to'g'ri kelam. Kirpining uyini solamiz yaproqlar. Qo'yib kirpiga yaproqlar, bizning quyon bilan yig'gan yaproqlarni biz shunda o'rnashtiramiz. Turli yaproqlarni solamiz. Kichkinasini, zo'risini solamiz. Endi yaproqlarimiz bizning bor. Shulay agarda sizning bor ekan shunday og'ochdan yasalgan og'och shoqmoqlar, to'garaklar, nindir bilan narsalar, alarni qo'yishga mumkin. Mana shulay. Ham kirpini biz qo'yamiz o'rtag'a. Yaproqlarni shulay solib bitiramiz. Kirpiga bizning jili bo'lsin.
Менә ничек матур була безнең керпеге. Яфракларны куйдык. Һәм хәзер шулай ук без керпеге сезнең белән куябыз миләшләр. Кара миләш без аңа ашырга куябыз аны керпеге безнең тамагы ашырга мөмкин. Шулай ук без аны менә монда куябыз. Менә шулай без аңа бирәбез. Менә булай итеп тә куйсак була. Шулай ук без ул миләшләрне шушы керпенең энәләренә дә куярга мөмкинбез. Менә булай кертәбез. Менә шулай. Менә безнең куяныбызга керпе туз табылды. Әйдәгез хәзер без бергәләп сезнең белән керпегә исем бирик. Сез үзегезнең вариантларыгызны комментарийга калдыра аласыз. Кем иң шәп исем уйлап таба, шуны мин икенче дәрескә үземә кунакка чакырам. Хәзер инде мин куянны кире урманга өенә кайтарып куям. Сау булыгыз дусларым. Киләсе очрашуларга кадәр.